Qozini oldiga bir odam ayoli bilan bolasini ustidan shikoyat qilib keladi. Bu bola qozini oldida turib, bir qozini oldida turibman, men ustimdan shikoyat bo'lyapti degan bir qo'rqinch, bir javobgarlik yo'q. Shunday batarin holati turadi. Hech narsadan tap tortmay turadi. Qozi hayron bo'ladi. Keyin bolaga sekin yo'talada savol berish boshlaydi. Ating nima deydi? Atani aytadi. Ati islomga tushmagan at. Ota-onani hurmat qilishni bilasanmi deydi. Qiyomatga unaysanmi? Bilasan qiyomat nimaligini desa, eshitganman, nimaligini bilmayman deydi. Ertaga Alloh subhanahu va taolo huzuriga borsang nima deb javob berasan desa, u nima deydi. Nima ish qilasan desa, kechgacha maishat qilaman choyxonada deydi. Ashrat qilaman deydi. Bu ota-onangmi desa, ha deydi. Nima uchun bularni xafa qilyapsan desa, pul bermaydi deydi. Bora bizdan shular. Onang kim desa, onam mana shu o'tirgan xotin deydi. Otangiz desa, mana shu o'tirgan odam deydi. Keyin bolaga chekka suradi-yu, otadan ish boshlaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda shu mazmun bor. Farzandlaringlarni hurmatini joyiga qo'ysanglar, sizlarni ham hurmatlaringlarni bular joyiga qo'yadi degan mazmunda gaplari bor. Sen bundan farzandlik burchini ado qilmadi deb shikoyat qilib kelding, to'g'rimi? Ha deydi. Sen otalik burchingni bajarganmisan deb so'rashgan. Odam nima otalik burchim? Desa, undan keyin qozi sekin bir chekkadan tushuntirar ekan. Farzand topishdan oldin bir halol kasb kamolat bilan shug'ullanganmisan? Endi qo'limdan kelishini qilganman. Diniy ma'lumoting bormi o'zingni? Desa, epla-seplar namoz o'qiyman. Ayolingni olayotganda tanlab olganmisan? Desa, ha endi o'zim tushgan, ko'nglim tortgan olganman derkan. Bilasanmi Alloh subhanahu va taolo sen bilan bizga farzandni omonat qilib berganini? Desa, nimaga omonat bo'lar ekan? Dedi. Lekin qozi boshlaydi. Inson hayotga kelar ekan, bu hayot insonni oxiratga tayyorgarlik ko'rishlik uchun keladigan hol. Oxirat uchun bu dunyoga keladi. Va shu oxirati obod bo'lishi uchun bu odam shu dunyoda mehnat qiladi. Dunyo uchun emas, oxirat uchun mehnat qiladi. Ko'rinishdan dunyo uchun mehnat bo'ladi, tagida oxiratda mehnati bo'ladi. O'sha mehnatdan bittasi insonni uylanishligi, farzand topishligi. Agar sen halol kasb kamolat qilib, yaratgan zot, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni haqqalarini to'la ado etganingda edi, ayolingni ham ko'nglim tushdi oldin demasdan bir taglik, toza, ibodatlik, pokiza, soliha ayolni olganingda edi. Bilasanmi, farzandni ko'p xulqi ona tomonidan bo'lishligini, onani xulqini buzuqligi, ahmoqligi sut orqali bolaga o'tishini bilasanmi deydi. Tushuntira olyapmanmi? Bu sizni biz yoshlarga kerakli gapki, shuni ko'radi, chiroyli ekan deb olib ketaveradi. U bo'yangandan keyin chiroyli-da u. Aynasi bugungi kunda qizlar hammasi bo'yoq. Bo'yanmaganini topa olmaysizda.
uni yaxshilab olib borib, varnaga solib, chilab, yuvintirib olib chiqsangiz, uni turqini ko'rasiz. Nimaligini. Demak, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytganlarki, inson ayol kishining 3 ta narsasiga qiziqib uylanadi. Moli dunyosiga, izzat obro'siga, diniga. Yana ba'zi rivoyatlarda yana bitta qo'shadigan yeri ham bor, 4 ta degan yeri ham bor. Moli dunyo bir o'tkinchi narsa. Bir narsa bir sabab bo'ladi, ketib qolishi mumkin. Izzat obro' ham shunga o'xshagan narsa. Bugun obro'lisiz bitta tuhmatga qolib kelsangiz, obro'yingiz ketgandan keyin uni o'zingiz oqlab to'g'ila olmaysiz. Din bu insonda turadigan narsa. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom sen dindorga uylan dedilar. Dindor ayol senga diniy xizmatda din taqozo qilgan mehrni, din taqozo qilgan farzandni tarbiyasini bera oladi. Moli dunyo chiroq husn bermaydi buni dedilar. Dindor bo'lish kerak. Biznikilar boyni istaydi. Shu sizga ichkiyo bo'laman degan shu g'ururi qo'ymaydi-yu, shu qizingizga tegaman deya olmaydi-yu, uni berishga hamma yoqqa tayyor. Demak, ona tomonidan yutkizganligini o kishiga aytdi. Ayolingni tozasini topmagansan, shu o'tgan ahmoqligi.